La'nati politsiya, ular ortimdan kelyapti. Tezroq biron joyga qochib ketishim kerak. Ketinglar bu yerdan, ketinglar, sizlarga ketinglar deb aytyapman. Ha, men baribir qochib ketaman. Bu nima bo'ldi? Mana bu nima? Bu 13-qishloqmi? Nimadir qilib qochib ketishim kerak. Hozir nimadir qilmasam bo'lmaydi, qandaydir yo'lini qilib qochib ketishim kerak. Xo'sh, bu yerga pullarni to'ldirib taylayman-da. Hozir men kompyuterimni olib komandalarni teraman va soxta pullarni bu yerga to'ldirib tashlayman. Mana unday qilib komandalar teramiz, yaxshi bunday qilamiz. Chunki politsiyachilar hozir keladi. Xo'sh, anchadan beri bu qishloqqa kelmagandim, lekin qani mana bu komandani teramiz va bu yerda soxta pullar paydo bo'ladi. Qani ketdik. Urra, ajoyib. Endi politsiyachilar meni topolmaydi. Men tezroq endi bu yerdan ketishim kerak. 13-qishloqdan tezroq uzoqlashishim kerak men endi. Nima bo'lyapti? Men tushunmay qoldim. Birpasga hozir kech bo'ldimi? Hey, kimdir bormi? Nima bo'lyapti? Birdan qorong'i bo'lib qoldi. Yo'may, hoy, kimdir bormi? Nima bo'lyapti bu yerda? Barchaga salom obunachlar, sizlar bilan men Kampotman va meni yangina videomga xush kelibsizlar. Qaranglar, mana bu yer qorong'i bo'lib qoldi. Mana bu nima bo'ldi? Birdan qorong'i bo'ldi. Bo'ldi. Ajoyib jinursim. Mana bu nima bo'ldi? Yashil narsa obunachlar. Men tushunmayapman. Birdan hamma yer qorong'i bo'lib qoldi. Mana bu yashil narsa nima bo'ldi? To'xtanglar, mana bu haqiqiy pulmi? Obunachilar, qaranglar, mana bu yerda haqiqiy pul turibdi. Jonursin, bu haqiqiy pulmi rostdan ham? Mana bu yerda pullarning ko'pligini qaranglar. Yo'q, tushunmayapman obunachilar, bu pullar qayerdan kelib qoldi? Pullar nima bo'ldi? Kimdir menga tushuntirib beradimi? Qishlog'imizda qaranglar, mana bu pullar birdaniga to'lib ketdi. Men tushunmayapman obunachilar. Birdaniga mana bu pullar qishlog'imizda to'lib ketdi. Wow! Qishloqlar qayerda ekan? Qishloqlardan so'rasaydi. Mana bular haqiqiy pul obunachilar, qaranglar. Bizga yordam ber, kim bor? Qishloqlar, sizlar shu yerdamisizlar? Kim bor shu yerdamisa, yordam ber. Hozir qishloqlar, mana bunday o'lchamiz pullarni tagida qolib ketdilar, qishloqlar. Katta uyning ichida. Kapot, nima bu? Bizlar qo'rqib ketdik. Birdan mana bu narsa paydo bo'ldi, o'zidan o'zi uylarni vayron qilib yubordi, Kapot. Men ham bilmayman, qishloqlar, bu narsa nima bo'ldi? Kapot, qayerdan kelib qoldi bu narsa? Biz umuman tushunmayapmiz. Lekin mana buni qaranglar, bular haqiqiy pullar, yetillar, tushunyapsizlarmi? Bular haqiqiy pul bloklari, qishloqlar. Kapot, hozir nima deyapsan? Tushunmadim. Qishloqi, boyadan beri aytyapman-ku, bu axir pul bloki, bular haqiqiy pullar, tushunyapsanmi? Qishlog'imizga o'zidan o'zi pullar paydo bo'lib qoldi. Tushunyapsizlarmi qishloqlar? Qaranglar qishloqlar, qishlog'imizning atrofi pullar bilan o'ralgan, yana juda ko'p pullar. Kapot, biz Minecraftdagi eng boy o'yinchilarga aylandikmi? Shunda Kapot, qara, qishlog'imizda qancha pul bloklari bor, Kapot. Bilaman qishloqlar, bilaman, lekin bu pullarni qayerdan kelib qoldi? Yoki kimdir bizga sovg'a qildimi? Yani ham bilmadim. Balki bizga sovg'a qilgandir, Kapot. Bizlar endi qishlog'imiz uchun ajoyib g'aroyib narsalarni sotib olamiz. Qishloqqa hali shoshmay tur. Mayli, lekin sotib olamiz. Bizda juda ko'p pullar bor, qishloqlar. Kapot, senga shuni aytyapmiz-da. To'xtab turinglar, men merni uyiga borib kelaychi. Mer nima qilyapti ekan? Ish qilib uy ham pulni tagida qolmagan bo'lsa bo'ladi. Hey mer, yordam ber, Kapot. Hozir mer, hozir sizga yordam beraman. Junursin, merni ham uyini buzib yuboribdi mana bu pullar. Mer, Jitil, qandaysan? Yaxshiman, Kapot. Merni bilmayman, lekin qayerdaligini. Mayli, xo'sh, yaxshimisan o'zing? Albatta, Kapot, yaxshiman. Mana bu narsalar nima bo'ldi? Kimdir menga tushuntirib beradimi, Kapot? Bular qishloqi, bular haqiqiy pul bloklari, tushunyapsanmi? O'zidan o'zi pul bloklar paydo bo'lib qoldi qishlog'imizga. Nima, Kapot? Rostdan bular haqiqiy pullarmi? Albatta qishloqi, men tekshirib ko'rdim o'zim ham. Qara, bular haqiqiy pullar qishloqi. Tushunursin, Kapot, men tushunmayapman. Pullar paydo bo'lib qoldi. Men ham shuni aytyapman-da, obunachilar, siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. Men tezroq birga bo'lishim kerak. Sizlardan iltimosim faqatgina shu.
Kapot, endi bu pullarga bizlar yangi shaharda uylar sotib olamiz. Nafaqat uylar kapot, biz yangi mashinalar, har xil narsalar sotib olishimiz ham mumkin kapot. Bilaman qishloqlar, bilaman. Kapot, unda bilaman deb yotibsan. Davay bo'lmasa pullarni yig'ishtiraylikdan keyin davay shaharga ketaylik. To'g'ri aytasan qishloqqa. Davay, men boshladim. Mana bu yerdagi pullarni barchasini yig'ishtirib olamiz. O'zimizga keraklarni. Bu yerda juda ko'p pullar bor. Iltimos obunachlarsiz kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. Sizdan iltimosim faqatgina shu. Men rostdan ham hech tushunmayapman hech narsani obunachlar. Balkim bizga bu pullarni kimdir sovg'a qilgandir. Yana ham bilmadim obunachlar. Lekin kim sovg'a qilgan bo'lsa ham kattakon rahmat unga obunachlar. Qaranglar, bu yerda juda ko'p pullar bor. Men shaharga ketishga tayyorlanaman endi. Bo'ldi qishloqlar, qaranglar, bizning inventarimizda juda ko'p pullar bor. Bizlar shaharga keldik. Ajoyib kapot, endi o'zimizga kerakli boy narsani sotib olamiz. Yaxshi, sizlar u tarafga boringlar, men esa o'ng tarafga boraman. Sizlar esa chap tarafga boringlar. Yaxshi, biz xohlagan narsamizni endi sotib olamiz kapot, bizda chunki pullar ko'p. Davay qishloqlar, birganlaringni qilinglar, men o'zim ketaman. Xo'sh, qani bu yerda nimalar bor ekan? Obunachlar, qaranglar, menda juda ko'p pullar bor. Mana bu qanday do'kon bo'ldi? Salom janob. Salom. Bu yerda mashinalar sotiladimi? Buncha zo'r mashinalar bo'ldi. Janob, bu yerda superkarlar, ya'ni sportkarlar ham sotiladi. Mana bu mashina menga yoqib qoldi. Obunachlar, qaranglar, meni skinimga mos ekan. Mana buni qaranglar. Bu ham zo'r mashina ekan, janob. Albatta, bu ham ikkalasi ham eng ajoyib mashinalardan biri. Ajoyib janob, menga yoqib qoldi. Sotib olsam bo'ladimi? Nima rostdan ham sotib olmoqchimisiz? Pulingiz yetadimi? Pulda muammo yo'q, menda pullar juda ko'p janob, tushunyapsizmi? Men ikkalasini ham sotib olishim mumkin. Menda pullar juda ko'p. Mana inventarimni ko'rishingiz mumkin. Qarang, menda juda ko'p pullar bor. Mana bularni hammasini oling, sizga beraman va men mashinani sotib olaman. Yaxshi, mayli, pulni tekshirib ko'raylikchi. Bu pullarni qayerdan oldingiz? O'zim ishlab topdim. Mayli, bo'lmasa birpas qarab turing, hozir kelaman janob. Yaxshi, qayerga ketyapsiz? Politsiyachilarni nimaga olib keldingiz? Minecraftdagi politsiya, bu pullarni qayerdan oldingiz? Bularni men qishloqdan oldim, o'zimning pullarim barchasi. Bularning barchasi haqiqiy pullar emas, fake pullar. Nima deyapsizlar? Axir rostdan ham men tekshirgandim-ku. Janob, siz adashyapsiz. Sizni bir marta kechiramiz va keyingi safar qamoqqa olishimiz mumkin sizni. Axir men mashinalar sotib olmoqchi edim. Obunachlar, bular soxta pul ekan, jin ursin. Unda qishloqlar ham bor. Qishloqlar ham bu pullarni ishlatyapti. Men tezroq ularni ogohlantirishim kerak. Qolib qishloqlar ham bormi? Davay tezroq bo'ling. Okey. Qo'y qishloqlar qayerda ekan? Endi qishloqlar qani endi? Bu yerda yo'q. Bu yerda do'konlar ko'p ekan. Xo'sh, qani? Mana ekan. Qo'y qishloqlar, sotib olishni bas qiling. Sotib olmang hech narsa. Nimaga kapot? Nima bo'ldi? Tinchlikmi kapot? Bu pullarni barchasi soxta ekan, haqiqiy pullar emas ekan. Kapot, qara, men almasli divan sotib olgandim. Nima deyapsan? Yo'q, hech narsa sotib olmanglar. Bu pullarni barchasi soxta qishloqlar. Hech narsa sotib olmanglar. U pullar soxta ekan. Mana politsiyachilar aytayapti. Albatta, bu pullarni barchasi soxta. Hech narsa sotib olmang. Sizni bir marta kechiramiz. Axir soxta pullar bilan narsalar sotib olish mumkin emas-ku. Nimaga sizlar sotib olyapsizlar? Janob, uzr janob, boshqa qaytarilmaydi. Axir biz ham umuman bilmagandik. Sizdan uzr so'raymiz janob, boshqa qaytarilmaydi. Yaxshi, bo'lmasa sizlarni omadingizni bersin, yo'lingizda davom eting. Bo'ldimi qishloqlar? Tezroq bu yerdan ketganimiz yaxshi. Sal qolsa bizni qamab qo'yishardi qishloqlar. Kapot, tushunmayapman. Axir haqiqiy pullar deganding-ku, bularni nima bizni aldadingmi kapot? Men ham qayerdan bilaman qishloqlar haqiqiymi, soxtami? Bu haqiqiy pulga o'xshab turgandi. O'zlaring ham ko'rdilaring va ishondilaring. Obunachlar salgina qoldi qamalib ketishimizga. Mayli, siz tezroq kanalimizga obuna bo'ling, videomizga like bosing, obunachlar. Sizdan iltimosimiz
faqatgina bittagina o'zlaring bilasizlar. Bu yerda tezroq qishlog'ingizga ketishingizni tavsiya etaman. Keting bu yerdan va bu pullardan boshqa foydalanmang. Bo'ldi janob, ketamiz hozir. Bo'lmasam qani qishloqqa ketamiz. Albatta tezroq bo'linglar. Bo'ldi janob politsiyachi. Xo'p, mayli. Obunachlar, boya aytganimdek, hozir videoni tugataman va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Video sizga yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar obunachlar. Barchaga xayr. Sizlar bilan men Kompot bo'ldim obunachlar.